Ko'plab dehqon va fermerlar tomonidan pomidordagi pomidor kuyasi qurti va g'o'zadagi ko'sak qurtiga qanday preparatlar yaxshi samara beradi degan savoliga bugun javob beramiz. Pomidor asosan ko'sak qurti va pomidor kuyasi qurti bilan gullash davridan boshlab zararlana boshlaydi. Zararlanish oqibatida mevalar ilma-teshik bo'lib, turli xil patogen kasallik qo'zg'atuvchi zamburug'lar rivojlanib ketadi. Pomidorning tavorbopligi va oziqabopligi xususiyati yo'qolib ketadi. G'o'zaning shonalash davridan ko'sak qurti kafarlarga tuxum qo'yish boshlaydi. Bu zararkunandalarga qarshi yuqori samara beruvchi Agroprokleym Duo, Agravound, Karagen Aziya preparatlarini qo'llash yuqori samara beradi. Nima uchun bu preparatlarni qo'llashingiz kerak? Bu preparatlar tarkibidagi faol moddalar ko'sak qurtining barcha yosh davrida hamda tuxumiga ham yuqori samaraga ega. Bu preparatlar to'g'risida batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga murojaat qiling.